Assalomu alaykum, xayrli kun barchaga. Bugun sizlar bilan turk tilidagi salomlashish haqida ma'lumot berib o'tamiz. Turk tilida salomlashish uslublari bor. Ya'ni ingliz tiliga o'xshab ketadi. Ingliz tilida misol uchun good morning, good afternoon, good evening kabi holatlari bor. Endi bu turk tilida ham shunga o'xshaydi. Masalan, ertalabki soat 5 dan obedki 11-12 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida gunaydin yoki xayrli sabahlar. Gunaydin va xayrli sabahlar ma'nosi xayrli tong ma'nosini beradi. Endi 12 dan kechki soat 17:00, ya'ni 5 gacha bo'lgan vaqt oralig'i iyi günler. İyi günler. Hop bu hayırlı kun. Gününüz hayırlı bo'lsin ma'nosida ishlatiladi. 17:00 dan 22:00 gacha, ya'ni 10 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu hayırlı oqshom, hayırlı kech degan ma'noda ishlatiladi. Hop, undan keyin 22:00 dan ertalabki soat 5:00 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida iyi geceler, ya'ni bu xayrli tun degan ma'noda ishlatiladi. Endi bu vaqt asosida salomlashish eng oson variantini men sizlarga o'rgatib qo'yaman. Hech qanaqa vaqt kerak emas. Bu asosan norasmiy salomlash hisoblanadi. Merhaba yoki selam. Qaysi biri sizga qulay bo'lsa, qulay holatda ishlataverasiz bemalol. Yoki bo'lmasa selamun alaykum, alaykum selam. Xo'p, oz bo'lsa ham qo'limizdan kelgancha ma'lumot berishga harakat qildik. Salomat bo'lasizlar.